Assalomu alaykum hammaga. Aziz do'stlar, bugun avtomobillarni probegini tekshirishni o'rganamiz. Bu juda oson. Hozir ko'rsataman, mashinaga ulab probeglarni tekshirishni o'rgataman va ko'rsataman. Ko'plar biladi buni, lekin bilmaganlar ham bor. Shuning uchun kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ringlar. Boshladik bo'lmasam. Aziz do'stlar, mana bu besplatni programma, mana besplatni. Buni ochamiz. Mana bu programma MD Flasher firmasi chiqargan. Juda ham oson. Scanmatic 2 orqali ishlaydi. Mana bu yerda Chevroletni tanlaymiz. Cruise degan yozuvni bosamiz. Scanmatic ulangan holida Read infoni bosamiz. Chiteni degani bu. Read infoni bossak, mana bu yerda probegini ko'rsatadi. Keyin o'sha probegini ko'rib turib, tablo bilan solishtirasiz. Tablo bilan ikkalasi bir xil bo'lsa, значит qaytarilmagan. Agar tabloda misol 20 ming bo'lsa, bu yerda masalan 40 ming ko'rsatsa yo 100 ming ko'rsatsa, значит 80 mingga qaytarilgan degani bu. Juda ham oson. Hozir mashinaga ham ulab ko'rsataman. Keyin bu qaysi mashinalarni ko'radi? Bu Cobalt, Nexia 3, Spark, Malibu 1, Malibu 2. Mana shu mashinalarni Gentra, mana shu mashinalarni bemalol probegini tekshirsangiz bo'ladi. Agarki nimadan qaytarilmagan bo'lsa, miyasidan ham bitta tablodan emas, hozir miyani o'zidan ham qaytaryapti. Agar unaqa bo'lsa, uje iloji yo'q. Uni faqat только на глаз ko'rib baho berasizlar. Lekin ko'plar unaqa qilmaydi. Ko'plar imенно tablodan qaytaradi, motorniki qolib ketadi, o'ziniki radnoy. Masalan deylik 100 mingta yurgan, u miyaga saqlanib bo'ladi, EBUga. Boyagi miyasiga saqlanib bo'ladi, lekin tabloni o'zidan qaytarib qo'yadi. O'sha 100 mingni misol 20 ming qilib qo'yadi. Mana bu programma ko'rsatadi. Hozir mashinaga ulab ko'ramiz hozir birgalikda. Bitta tekshiramiz. Bitta narsa esimdan chiqib ketibdi, shuni ham hozir birdan aytib o'tay. Bu yerda ko'p mashinalarni nima qildik? Aytdik, lekin Captiva 3 bilan Captiva 4 ni qanday tekshiramiz? Bu programma tekshirmaydi. Hozir ko'rsataman. Mana bu programmamiz faqat shu Captiva 3 bilan 4 ni ko'ra olmaydi. Qolgan hammasini ko'radi. Hozir ko'rsataman, boshqasi bor programma. Mana bu Captiva'ni bunisi ko'radi. Bu ham eski programma bu. Hozir yangi versiyasi chiqqan buni. Mana bu hozir menda bori, bu через terminal ishlaydi bu. Ya'ni Captiva 3 bilan Captiva 4 ni terminal orqali EEPROMni chiteni qilib olib, bunga tashlasangiz, открыть qilsangiz, probegini mana bu yerga ko'rsatadi. Lekin hozir shuni yangi versiyasi chiqqan, uje terminal kerak emas. Prямо Scanmatic orqali ko'rsa ham bo'ladi. Agar kimga kerak bo'lsa, Captiva 3 bilan 4 ni probegini ko'radigan programma kerak bo'lsa, murojaat qilasizlar. U pullik, faqat ustanovka qilib beraman uni ham. Kod aktivatsiya bilan ishlaydi u. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilsalaringiz, Captiva 3, Captiva 4 ni tekshiradigan programmasini o'rnatib beramiz. Bo'ldi, bo'lmasa hozir mashinaga ulab bitta tekshiramiz. Boyagi programmani. Mana buni hozir ko'ramiz buni. Buni ishlashini ko'raylik birinchi. Captiva'nikini ham ko'rsataman. Hozir meni o'zimda yo'q u programma. Bu safar ko'rsataman, nasib bo'lsa. Vaqt bo'lganda yana bitta video qilib Captiva 3 bilan Captiva 4 ni ham tekshirib ko'rsataman.
Prямо skammatikni o'zi bilan. Hozir men ko'ryapman, hozir ham ko'ryapman men. Просто через anavda mana bu programma. Bu programma menga kim masalan kimdir agar tashlasa, EEPROM'ini ko'rib bera olaman. Shuni endi yangi versiyasi chiqqan, endi terminal shart emas. Prямо skammatikni o'zidan ko'rsa bo'ladi. Juda ham qulay. Kimga kerak bo'lsa, uning uchun отдельно murojaat qilasizlar. Yoki просто agar terminali bo'lsa, EEPROM tashlab bersa, tekshirib berishim ham mumkin. Yoki o'zingiz bemalol o'rnatib o'zlaringiz qilsangiz ham bo'ladi bemalol. O'sha programmani, men aytgan programma unga terminal shart emas. Skammatik bo'lsa bo'ldi. Aytgancha bu ham, unisi ham через Skammatik 2 Pro 3 hammasi bilan birga ishlaydi. Bo'ldi, hozir tekshiramiz. Mana aziz do'stlar, men hozir uladim Skammatik 3 ni. Mashinaga uladim. Mana mashina zavod turibdi. Xohlasangiz zamogni yoqib qo'ysangiz ham bo'ladi, zavod qilib qo'ysangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Skammatik ulangan, через USB mana. Mana kompyuter, mana boyagi programmamiz hozir. Mana probeg degan, shuni ochamiz. Mana ochilgandan keyin xo'sh, birinchi qiladigan ishimiz mana bu device selectionga kiramiz. Vыбор устройства degani. Kiramiz. Mana shuni bitta bo'lsak, mana bu yerga vыбор degan joyi bor. Selection degan, ya'ni vibrat qil deyapti, qaysi adapter bilan tekshirasan deyapti. Mana shuni bitta bosamiz. Mana bizlarga o'zi Skammatik 3 turibdi. Shuning uchun 3 ni tanlayapman-da men. Mana bitta bo'lsak, mana adapterni ko'rdi mana. Adapterni tanidi. Endi OK ni bosamiz. OK ni bosgandan keyin Chevroletga kiramiz. Cruise'ni ustiga bitta bosamiz. Ko'kcha bo'ladi mana bunaqa rangi. Bo'ldi. Hozir probegni tekshiramiz birinchi. Xo'sh, mana probegimiz 44617. Mana 44617 kilometr. Bu salafan turibdi-da ustiga, shuning uchun yaxshi ko'rinmayapti. Xo'sh. Endi tekshiramiz mana. Cruise'ni bosdik, Read info qilamiz. Mana probegni chiqarib berdi. 44609 bu. Bu 44617. Ozgina farq qiladi. Даже 1000 kilometrgacha yo 500 kilometr, 300 kilometrgacha farq qilsa, u qaytarilmagan u. Qaytarilgan hisoblanmaydi u. Agar 5000, 10000, 100.000 qaytargan bo'lsa, o'shalar hisobda. Danli moment qarang, hozir qancha farq qilyapti. Tak, 617 bo'lsa, bu yerda 609. Xo'sh, ozgina farq qilyapti. 7-8 kilometr farq qilyapti. U hech nima emas. Bu qaytarilmagan hisoblanadi. Qaytarilgani qanday bo'ladi? Masalan, bu yerga 44617 bo'lsa-yu, mana bu yerga 100.000 bo'lsa, mana bu tomonga kompyuterga 100.000 kilometr yo 200.000 bo'lsa, yo 80.000 kilometr bo'lsa, keyin bu yoqni hisoblab olasizda kalkulyator bilan qanchaga qaytarilganini. Mana shunday ko'rsatadi. Mana shu aziz do'stlar, juda ham oson bu narsa. Ko'p telefon bo'ladi, qaysi programma bilan qilay shuni deydi. Ko'p ustalar telefon qiladi, shuning uchun to'liq video qildim-da. Mana shu videoni tarqatib qo'yinglar ustalarga. Kim mana shu ishni ko'rib beraman desa, mana shu programmacha kerak. Mana u programmamiz mana. Probeg deb ustiga yozilgan. Besplatni programma bu. Telegramga menga yozsangiz besplatni shunday tashlab beraman. Kimga kerak bo'lsa. Faqat u Skammatik 3, Skammatik 2
Scanmatic 2 Pro bilan ishlaydi. Hammaga rahmat e'tibor uchun aziz do'stlar. Ko'rishguncha kanalga obuna bo'linglar. Xudo xolasa yana yangi ishlarni shunda ozgina o'rgatib ketaveramiz. Xudo xolasa vaqt bo'lganda yangi videolarni chiqaramiz yana. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga ishiga omad. Rahmat hammaga.